Assalomu alaykum, hurmatli 3-sinf o'quvchilari. Bugungi mavzumiz 138-mavzu bo'lib, takrorlash darsi. Bitta eslatma qilmoqchiman. Bu darslarni sizni faqat ko'chirib, maktabda soxta baho olishingiz uchun emas, balki iloji boricha matematikani chuqurroq o'rganishingiz uchun chiqaryapman. Meni mehnatim qadrlang, o'zingizni, vaqtingizni qadrlang, o'zingizni aldamang. Demak, darslarni boshlaymiz. Birinchi takrorlashda sinflar, xonalar, katta sonlar, qo'shish va ayirish degan takrorlash ko'rib chiqar ekanmiz. Sayr, yondosh mavzu deyapti. Bu yerda qanday sonlar tasvirlangan deyapti. Endi menga uncha aniq ko'rinmayapti, lekin sizga bir narsani o'rgatib ketmoqchiman. Bu yerda nechtaligini topish uchun mana bu tomondan nechtaligini sanaysiz. Bu yerdagi nechtaligini, mana bu yerda nechtaligini va mana bu yerda nechtaligini sanaysiz. Mana A, B, C dek. Hammasini topish uchun o'shani A ko'paygan B ko'paygan C ni hisoblasangiz bo'ldi. Bu hajm kelib chiqadi. Jam necha birlik ko'p borlik kelib chiqadi. Bu yerda hammasi shuni qilasiz. Endi sonlarni raqamlar yordamida yozing. 12 million 54 ming 120. 12 million 54 ming 120. O'qishni bilasiz siz albatta. Undan keyingisi nima deyapti? 560 ni bo'lyapti 7 ga 80 million. Mingni bo'lyapti 4 ga 250 ming. Buni bo'lyapti 40 bo'layga. Buni ham yozib beraman, mayli. 560 ni 7 ga bo'lganimda 80 million bo'lyapti. Mingni bo'laman 4 ga. Nima bo'ladi? 250 bo'ladi. 250 ming 760 ni bo'lyapti. Mana bu yerda 40 bo'lar ekan. Shu ko'rinishda yozilar ekan. Dastlabki rost mulohazalarni keyin yolg'on mulohazalarni o'qing. Yolg'on mulohazalar rost mulohazalar bilan almashtiring. Mana bu rost mulohaza, chunki bizda 6338 haqiqatan 784 dan katta. Ikkinchisi 6709 6758 dan kichkina. Bu ham to'g'ri. 90 ming 9000 ga teng. Bu xato mulohaza. Mana bu 230 ming 20 dan haqiqatan katta, lekin teng emas. 450 ming 300 haqiqatan kichik bo'ladi. 450 ming 40 dan yo'q. Bu xato mulohaza ekan. Naborot aylanib teskarisi bo'lishi kerak edi. Bunda ham xuddi shunday xato mulohaza bo'lyapti. Keyingi betga o'tamiz. Keyingi betimizda agar Aziza yurgan yo'li oxirida 1248 son hosil bo'lgan bo'lsa, u qaysi yo'ldan borganini toping. Bir boshdan hisoblab chiqishimiz kerak ekanda. Men bitta yo'lni hisoblab ko'rsataman sizga, qolgan yo'lni o'zingiz ishlaysiz. Misol uchun menga eng yoqqan yo'l mana bu yo'l bo'ldi. Mana bu yo'lni boshidan oxirigacha hisoblab beraman. Siz uchun 2 dona yo'l qoldiraman. Demak, birinchi qiladigan ishim menda 2244 ga qo'shaman 3558 ni 3558 ni qo'shganimda 12 ni ikkisi bir yotda, 9 10 0 bir yotda. Mana bu 7 bir dildagi bilan 8 2 ga 3 qo'shganimda 5 5802. Endi bundan 4236 ni ayiraman. 4236 ni ayirganimda nima hosil bo'ladi? Qarzob berib kelaman 12, 12 dan 6 ni ayirdim 6, mana bu yerda 9 qolgan. 9 dan 3 ni ayirdim. Yana 6, 7 dan 2 ni ayiraman 5, mana bu yerda 1. 1566. Endi buni ko'paytiraman 4 ga. Mana bu 4 ga ko'paytiryapman. 4 ga ko'paytirganimda 24 2 yotda 24, 26 2 yotda 20, 22 2 yotda 4, 6, 6264 bo'lar ekan. Bundan keyin oxirida bo'laman 6 ga. Buni ichida bittadan 6 ayirdim 0. 2 tushdi va 6 ni 1 dan 2 ta son tushirganim uchun mana bu yerga bitta 0 qo'yaman. 26-da 4 tadan beraman. 24 bo'ladi. Ayirganimda 2, mana bu 4 tushadi. 24 ichida yana 4 tadan. Javob 24 bo'ldi va 0. Javob 1044 chiqdi bizlardan, lekin 1248 degan edi. Siz uchun 2 dona yo'l qoldi. 2 dona yo'lni o'zingiz ishlaysiz. Keyingi misolga o'taman. Madina Aziza bilan istirohat bog'ida yonda uchrashishga kelishib oldi. Madinaning uyi istirohat bog'igacha bo'lgan yo'l 1 kilometr 450 metr. 1450 metr. Birdan yozib ketdim. U tezlik 50 metr taqsim minut tezlik bilan yurdi. Madina istirohat bog'iga soat
15 da yetib kelgan bo'lsa, uydan soat nechida chiqqan? Ular soat 15:00 da uchrashga kelishgan bo'lsa, Madina uydan soat nechida chiqishi kerak edi? Demak, qancha vaqt yurishini topish uchun formula bor. T ni topish uchun s ni bo'lardik v ga. Demak, 1450 ni men bo'laman 50 ga. 50 ga bo'lgani nima bo'ladi? Buning ichida ikkitadan beraman, 100 bo'ladi, 45, 29 bo'lar ekan. 29 minutda yetib kelibdi. Endi bu 15 da yetib kelgandan keyin 15 dan ayiraman 29 minutni. Mana bu yerda 6 qoladi. Mana bu yerda qarzo berdim 6, 6 dan 2 ni ayirdim 4. 46 minut bo'ldi. Mana bu yerda 14. Demak, o'zi 14 da 46 da chiqqan ekan. Bu 15:00 da yetib kelish uchun nima qilish kerak edi? Ikkinchi holatda 15:00 dan ayirishim kerak 29 ni. Ayirganimda mana bu yerda 31 qoladi. 14 31 da chiqqanda 15:00 da yetib kelar edi. Keyingisi hisoblang deyapti. Hisoblang. Bittasini ishlab beraman, qolganlari o'zingizga har doimgidek. Mana busini ishlayman. 24 ichida 4 6 tadan bor. 6 ni ichida bittadan 2 25 bo'layotgandan keyin 6150 minusdan. Endi 36048 ni bo'lib ko'raman mana bu yerga. 36048 bo'lingan 24. Buning ichida bittadan beraman. 24 ayirganimda 12. Mana bu 0 tushadi. 5 tadan beraman. 120. Ayirdim 0. Mana bu 4 tushdi, orqasidan 8 tushdi. Birdan 2 ta son tushgani uchun mana bu yerga bitta 0. 2 tadan beraman. 48 va ayiraman 0. 1502 ekan. 1502. Endi ayiraman. Qarzo berdim 10, undan 2 ni ayirdim 8 va 4 mana bu yerda 11, 11 dan 5 chiqarsang 6, 5 dan 1 ayirdim 4. 4648 chiqar ekan. Qolganlarga men sizga amalni yozib beraman. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi va to'rtinchi ishlar. Bunda birinchi ish, mana bu yer 2, mana bu yer uchinchi ish bo'ladi. Endi mana bu yerda birinchi ish, ikkinchi va uchinchi ishlar bo'lyapti. Va oxirgi misolimiz, Madina har kuni kecha necha qadam yurishni sanashga qaror qildi. U ertalab 2785 qadam, tush payti esa ertalabki yurganidan mana birinchi holatda ertalab qancha yurgan? 2785 ga qo'shaman. 2785 da o'zi yurgan. Endi tushda deyapti. Tushda qancha yurgan topish uchun ko'p yurdi degandan keyin 2785 ga qo'shishim kerak 1204 ni. 1204 ni. Qo'shganimda 9, 8, 9, 3. 3989. Agar Madina jami 8112 qadam yurgan bo'lsa, kechqurun necha qadam yurgan? Bu ikkalasini qo'shaman birinchi. Tunda qancha yurgan so'rayapti bizdan. 2785 ga qo'shim kerak 3989 ni. 14 4 bir yotda. 16 17 ni 7si yana bir yotda. 16 17 yana bir yotda. 5 6. 6774. Endi bu qancha yurgan? Jami uchalasini qo'shganda 8112 qadam yurgan. Endi bundan 8112 dan men ayirishim kerak 6774 ni. Qarzo beraman. 8 qoladi. Mana bu yerda 3, mana bu yerda ham 3, mana bu yerda 1. Demak, kechga 1338 qadam yurgan ekan. Shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha